Tunikani qalinligi, ustidagi kraskalarning sifati tunikani umrini belgilaydi, lekin buni hamma ham bilmaydi. Qaysi qalinlikdagi tunika qayerlarga ishlatiladi, qayerga ishlatilgan tunikalar tez eskiradi? Bugungi suhbatimiz aynan mana shu haqida bo'ladi va tunikaning xillarini eksperiment qilib o'tkazamiz. Videoroligimiz qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'ring. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum azizlar, Kamina usta Abdullah 17 yillik tajribaga ega tunika so'z mutaxassisiman. Qadriyatli ustalar jamoasiga asos soldik. Biz jamoamiz bilan birga tashqi fasad hamda tunikafon ishlarini butun respublika bo'ylab amalga oshiramiz. Hozirgi videoroligimiz tunikani qalinligi va uni ustidagi kraskani qalinligi, tunikani sifati nimalarga bog'liq bo'lishligi haqida bir boshdan tushuntirib beraman. Yaxshilab o'tirib oling. Xo'p, bozorga borsangiz yo biror bir joyga borsangiz, tunika sotayotgan joyda tunikani sizga 45 lik deb turib 37 lik tunikani berib olishi mumkinmi? Albatta mumkin, yoki 40 lik tunikani. Bu o'rinda siz qanday qilib buni qalinligini o'lchaysiz tunikani? U uchun bizga mana bu asbob kerak bo'ladi, instrument. Xo'p, bu instrumentning nomini kim bilar? Bilganlar bo'lsa, yozib yuboringlar. Xo'p, bu instrumentimiz nomi mikrometr deyiladi. Xo'p, biz mikrometrda tunikani qalinligini hozir o'lchab ko'ramiz. Birinchi e'tiborlaringizni har bitta tunikani o'zining pechati bo'ladi. O'sha pechatiga ko'ramiz, qani necha yozilgan va amalda haqiqiy qalinligi necha, o'shani o'lchab ko'rsataman. Rossiyskiy Magnitogorsk tunikani qalinligini o'lchaymiz. Bu tunikamizni pechatida 0.40 yozgan ekan. Qani mikrometrda necha chiqqan ekan bu? Mana 40. Точно 40 lik. Точно 40. Tunikamizni qalinligini o'lchadik. Rossiyskiy tunikamizni. Haqiqatan birkasida yozilgan 0.4, 40, 0.40 lik chiqdi. Endi buni ustidagi kraskasi biz uchun muhim. Kraskasini qalinligi necha? Buni qanaqa asbobda o'lchanadi? Buni o'lchayotgan instrumentimiz mikro test. Mana shu asbobda o'lchaymiz. Bu germanskiy asbob. Keling. Xo'p. Mana shunaqa o'lchanadi. Mana ketdi. Hozir to'xtaydi. Ana shu necha bo'lsa, ana shu mikronni ko'rsatadi. Ya'ni tunikani ustidagi kraskani qalinligi. Mana ko'rib turganlaringizdek, tunikani ustidagi qalinligi 0.40 mikron. Kraskani qalinligi 0.40 mikron. Endi bu 0.40 mikronning ichida nimalar bor? 0.40 mikronning ichida azizlar tunikani o'zini qalinligi, kraskasini, keyin sink bor, ruh ustida bor va bundan tashqari gruntovkasi bor. Demak, 3 ta narsa: gruntovka, sink hamda polimer, kraskasi. Mana shu uchalasi birgalikda o'lchanaganda 40 mikron chiqyapti. Demak, bu 40 mikron yaxshimi, zo'rmi desa, bu zo'r degan. Ya'ni bu havoni juda ham sovuqligiga, namgarchilikka, quyoshga zo'r turib beradi. Bu yerda eng muhim narsadan bittasi kraskani qalinligidan ham muhim narsa bu kraskani sifatli bo'lishligi eng ahamiyatli narsa. Mana masalan o'zlaringiz ham bilasizlar, mashinalarni qaranglar. Bitta mashina olinsa 10 yil, 15 yil, 20 yil miniladi. U mashina oftoblarda qolib ketadi, quyoshlarda qolib ketadi, lekin rangi o'chib ketmaydi-yu, rangi turadi-yu. Nima uchun? Chunki o'sha mashinalarga ishlatiladigan kraskani sifatliligi, xuddi shunday bu tunikalarga ham ishlatiladigan kraskani sifatliligi tunikani umrini uzoq bo'lishligiga ta'minlaydi. Demak, siz uyingizda kirishalarni qiladigan bo'lsangiz, sifatli tunikadan ishlatadigan bo'lsangiz, kraskasi sifatli, qalin bo'ladigan bo'lsa, bu uzoq yillar davomida uyingizda xotirjam bo'lasiz, chiroyli kirishalaringiz turishligiga, tomiz tunikalari. Endi esa keyingi tunikalarda ham eksperiment qilamiz. Mana Qozog'iston tunikasini ko'ramiz. Mana bu yerda yozib qo'yilgan ekan. Bu 45 lik tunika ekan. Mana pechatini ham oldinga chiqarib qo'yamiz. Xo'p, bu tunikani mikrometrda ko'ramiz. Qani qalinligi necha ekan? Xo'sh. 43. Azizlar, ko'rib turganlaringizda Qozog'istonda 45 deb yozilgan tunikasi 43 chiqdi. O'zi aslida gostandart degan narsa bor, plyusovoy, minusovoy deydi-ku. O'sha aslida 2 gacha yuradi. 2 plus, 2 minus.
Hozir bu yerda 2 minus yuryapti. 45 yozilyapti. Lekin tunikani qalinligi 0,43 mm qalinlikda bo'lyapti. Qozog'istonda tunikasini, kraskasini, polimerni qalinligini o'lchaymiz. Qani? Ketdik. Bismillah. Anaki to'xtadi. Nechida to'xtadi? 28. 28 da to'xtadi. Taxminan 28 qalinlikda ekan. Demak, qozoqning tunikasini, ustidagi kraskasini qalinligi 28 chiqyapti. 28 mikron chiqyapti. Xo'p, o'zimizning milliy brend Toshkent zavod tunikasi mana. Birkasini bitta ko'rsatib oling. Birkasi 0,50 lik tunika ekan, qalinligi 0,5 lik tunika. Endi shu tunikani haqiqatan qalinligi 0,5 mi yo'qmi? Mikrometrda o'lchaymiz bu narsani. Qalinligini qani kelinglar qani. Bo'ldi mana. 0,49 bo'lyapti. 0,49 mana ketmayapti dalish bo'ldi. Demak, Toshkent metallurgiya zavodi tunikasi 0,5 deganimiz 0,49 chiqyapti. Demak, gaz standart bo'yicha 2 gacha mumkin. 0,100 dan 2 gacha mumkin. Bu 0,100 dan 49 bo'lyapti. Birkada 50 ko'rsatilyapti. Endi esa tunikani kraskasini qalinligini o'lchaymiz. Keling. Mikro testda tunikani qalinligini o'lchaymiz. Azizlar, Toshkent metallurgiya zavodi tunikasi qalinligi mana 28 pashti 30 chiqyapti. Bu degani rossiyskiy tunikadan keyin ikkinchi o'rinda Toshkent metallurgiya zavodi tunikasi ustidagi kraskalari qalinligi 3 oldi. Demak, Rossiyaning tunikasi, Toshkentning tunikalari yaxshi tarafi ustidagi kraskasi sifatli. Imенно o'zimizning Toshkent tunikasini kraskasi Yevropadan keltiriladi. Kraskani qalinligi bu bitta muhim omil bo'lsa, ikkinchi muhim omil bu kraskani sifati. Biz bu tunikalardan, Toshkent metallurgiya tunikalaridan tunikafonlar qilib kelyapmiz. 5 yil, 6 yildan beri uyaltirib qo'ymadi. Endi o'zimizda ham bilasizlar, o'zimizga yarasha yaxshigina issiq, namgarchilik, sovuqlar, yog'ingarchiliklar bo'ladi. Yaxshi, ya'ni rangi uchib ketmadi, kraskalari, ustidagi kraskalar yorilmadi, zo'r. Endi navbatdagi tunikani eksperiment qilamiz. Ketdik. Master Class Premium Euro standart tunikamizni ko'ramiz. Ko'rsa? Mana, necha mana. Yaqinlashtirib. 31 qalinligi. 3/131. Yozilishi 3/135. Demak, 4 farq qilyapti. Demak, gaz standartda 2 gacha farq qiladi. Bunda 4 sal ko'proq farq qilyapti. Ya'ni 31, 30 yozib qo'yursa to'g'riroq bo'lardi menimcha. Xo'p, endi Master Class Prime Euro standart tunikamizda kraskasini qalinligini o'lchaymiz. Hoppa. 20 bo'pti. Qalinligi 20. Demak, ushbu tunikamizni kraskasini qalinligi 20 mikron ekan. Endi navbatdagi tunikamizni ko'ramiz. Ushbu tunikamizni qalinligini o'lchaymiz. Qani? 32,5. 0,32,5. Demak, bu tunikaning qalinligi 35 yozilgani bilan 0,32,5.
Go standartdan ozgina qochgan. Go standartda 0,2 millimetrga ruxsat beriladi, lekin bu yerda 2,5 farq qilyapti. 33 yozganda ham menimcha yaxshiroq bo'lardi. Endi esa bu tunikani ustidagi kraskasining qalinligini o'lchaymiz. Xo'sh. Bu tunikamizning qalinligi ham 0,20. 20 mikron. 20 mikron ekan. Qalinligi bir xil ekan. Tunikani kraskasining qalinligi bir xil ekan. Hozir mana ko'rib turganlaringizda tunikani o'lchaydigan ikki xil asbob bor. Birinchisi tunikani o'zini qalinligini o'lchaydigan, ikkinchisi tunikani ustidagi kraskalarini. Mana shu tariqa tunikani qalinligi va uni ustidagi kraskalarni o'lchab bildingiz. Hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringizda tunikalarning o'rtasidagi tafovutlarni ko'rdingizlar. Bu yerda sizlarga amaliy suratda eksperiment qilib ko'rsatdik. Tunikalarni har doim solishtirgan paytda narxi bilan solishtirmanglar. Mana bu joyda narx arzon ekan, mana bu joyda narx qimmat ekan demanglar. Birinchi bilinglar qani u qaysi zavod tunikasi, tunikaning qalinligi rostdan nechi u. Masalan, orqasiga 40 yozilsa-da o'zi 35 tunika chiqsa, misol uchun. Undan ko'ra 35 masalan tunikani ko'ringlar, masalan Toshkentnikimi, Samarqandnikimi, yoki Rossiyanikimi 35lik tunikasi narxi necha pul. Mana shunda sizlarga ma'lum bo'ladi o'sha solishtirishlikda. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Ko'p joylarda o'shanaqa holatlar uchrab turibdi. Tunikani orqasidagi yozuv bilan hayotdagi o'zining haqiqiy razmeri ikki xil chiqyapti. Ya'ni go standartdan ancha qochib ketgan. O'sha uchun mana shunaqa tunikalarni sotishlikda yoki sotib olishlikda to'g'riligiga e'tibor berishligini so'rardik sotuvchi akalarimizdan ham, oluvchi akalarimizdan ham. Chunki go standartda o'zi aytilgan narsa bor, o'shandan ziyod bo'lib ketadigan bo'lsa, bu odamni aldashga kirib qoladi. Endi o'zlaringiz bilasizlar, aldashlik bilan uzoqqa bormaydi. Xullas, do'stlar, so'zimning oxirida bir zavod tunikasini maqtab, ikkinchi zavod tunikasini qoralashlikdan yiroqmiz. Xulosa qilish o'zlaringdan. Bizni videoroliklarimizdan to'g'ri xulosa chiqarib, tunika tanlashda, qayerga qaysi tunikani ishlatishlikda keraklicha bilimga ega bo'lgan bo'lsanglar, biz maqsadimizga erishdik. Agar sizlarga ham qadriyatli ustalarning xizmatlari qiziq bo'lsa, tunikafon xizmatlari, kirisha xizmatlari, bundan tashqari tashqi fasad xizmatlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Bizni kuzatishda davom etinglar.